Avtori Xolid Husayn, Amerika. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Parlab turgan ming quyosh. Avtori Xolid Husayn, Amerika. İngilizcedan tarjima qiluvchi Nurinsa Qurbon. Xolid Husayn 1965-yili Kabulda tug'ilgan. Keyin dadasi bilan Amerikaga ko'chib berib, San Xose shahrida o'ltiraqlashgan. U Kaliforniya universiteti Santiago tibbiy institutini bitkizgan. Hozir Kaliforniya shtatida xizmat qilyotidi. U Layla qo'g'ilg'uchi bola nomli romani bilan shuhrat qozongan. Uning 2007-yili mayda nashr qilingan ikkinchi romani Parlab turgan ming quyosh 25 davlatda xilma-xil tillarga tarjima qilingan. U bu ikki asar bilan nurg'un sharaflarga erishgan. 2008-yildagi dunyo bo'yicha ta'siri eng zo'r 100 kishi tizimligiga kirgizilgan. Avtor Parlab turgan ming quyosh nomli asarida Afg'oniston ayollarining yarim asrdan ko'proq vaqt ichida uchragan xilma-xil kulfatlarni ta'sirli namoyon qilib bergan. Asardagi bosh personaj Maryam Afg'onistondagi Chad Namrat rayonida cho'ng bo'lgan. U maktabda o'qishni to'liq orzu qiladi. Biroq apasi uning maktabda o'qishga qo'shilmaydi. Maryam 15 yoshga kirganda apasining o'zini o'ldirib olishi sababli o'smirlik davri bilan xo'shlashib, Kabuldagi Mozduz Rashidning amriga o'tadi va zo'ravonlik bilan to'lgan oila turmushini boshlaydi. 18 yildan keyin Afg'onistonda urush malmonchilik bo'layotganda asardagi yana bir personaj o'smir Layla ota-onasi va o'zi yaxshi ko'radigan yetidan ayrilib qolib, Rashidga yotliq bo'lishga majbur bo'ladi. Dastlabda ikki ayol bir-biriga raqiblarcha o'chlik qilishadi. Keyin bolalarni tarbiyalash jarayonida asta-asta bir-biri bilan inoq o'tib, Rashidning xo'rlashlariga birlikda taqobil turdi. Xo'rliq ishida o'tayotgan bu ikki ayol o'zlarining azobli turmushining tezroq oxirlashishini kecha-kunduz orzu qildi. Maryam bilan Layla o'xshamagan davrlarning ejinishli aslamalari ichida urush malmonchiligi, oila qiyinchiligi va zo'ravonlikning dardini yetkich tortadi. Tuanda sizlarga mushu kitobning 33-bobidan asardagi bosh personaj Maryamning Laylaning bolasi Aziza bilan bo'lgan bo'lagini huzuringizga sunmoqchiman. Savarchilik bilan oxirgacha anglab, ostiga fikringlarni o'rtoqlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Astinqi qavatdagi mehmonxona uyini faqat derazadan tushgan oy nurlar g'uvo yoritib turardi. Uy ichida qayoqlardandir uchib yurgan bir chivinning g'o'ngildigan ovozi anglanib turardi. Qorong'uda bo'longa qo'yilgan mash uning mo'rig'i tutashgan kanidan boshqa hech narsani ko'rgil bo'lmaydi. Oshxonaga qarab mang'an Maryam bir narsaga putlashdi. Uning putining ostida bir narsa so'zilib yotadi. Uning ko'zlari qorong'ulikqa moslashgandan keyin yerga solingan ko'rpining ustida yotgan Layla bilan uning bo'g'ini ko'rdi. Layla yanchi yetib xo'rak tartib uxlayotdi. Buvoqning ko'zlari ochiq edi. Maryam ustaldagi kerosin chiroqni yondirib, buvoqning yoniga keldi. U kerosin chiroq yo'rqida tunji qatim buvoqning bir tutam qor chichig'iga, quyuq kirpiklariga, sus qo'ng'ir rang ko'zlariga, anardek qizil mag'ziga va glasdek lavlariga tafsiliy qarab chiqdi. Tum yotgan buvoqmi beshini yanchi qilib Maryamga hayron bo'lgan holda qaramoqda edi. Maryam o'zining chiroyining buvoqni qo'rqitib o'tishidan ansirgan bo'lsa-mu, buvoqning uningga qarab viliqqida kulishi uning ko'nglini xotirjam qildi. "Shh", dedi Maryam shivirlab. "Apangning bir qo'liga gas bo'lsa-mu, bundoq qilsang uni uyg'otib etasan." Buvoq tugilgan mushtumini ko'tarib, yana tushirib, oxir og'ziga soldi. Uning og'zining atrofidagi ko'piklar javg'aydan iqishga boshladi. "Qara o'zingga, nima degan bechora? Bu issiqda o'g'il bolaning kiyimini kiyib, mahkam chumkinyapsan. Shuni uxlayapsan-da." Maryam buvoqning ustidagi adyalni ilvatdi. Uning ostidagi yana bir adyalni ko'rib, cho'chib og'zini chikildatdi-da, uni ilvatdi. Buvoq yeniklab qolgandek bo'lib, Maryamga qarab viliqqida kulib, qo'llarini bir-biriga urishga boshladi. "Endi yengillab qoldingmi?" Maryam o'rnidan turishga tamshilayotganda, buvoq kichikina qo'llari bilan uning chimchiloq qo'lini mahkam tutib oldi. Buvoqning sho'lgayda ho'l bo'lib ketgan qo'llari Maryamga yumshoq va issiq bilindi. "Gir", dedi buvoq tilini kalpukining orqadan ittirib. "Bo'ldi, endi qo'limni qo'yib yotgin." Buvoq Maryamning qo'lini tutquncha uning putlariga tepishga boshladi. Maryam barmog'ini tortib oldi. Buvoq tepchaklab har xil ovozlarni chiqarishga boshladi. U tugilgan kichikina mushtumini yana og'ziga soldi. "Sen nimaga shuncha xush bo'lib ketding, ha? Nimaga kulyapsan? Sen apang degandek uncha aqlli emaskansan. Sen dadangga o'xshash zolim, apangga o'xshash ahmoq bola bo'lg'ideksan. Agar bilgan bo'lsang, menga qarab kulmas eding. Endi bo'ldi qil, uxla, bo'ldi kulma." Maryam o'rnidan turib bir necha qadam elishiga buvoq ingrashga boshladi. Maryam buvoqning yig'laydigandek qilganligini anglab orqasiga boraldi. "Yana nima bo'ldi? Sana nima beray?" Buvoq tishsiz og'zini yo'g'on ochib, yana kulishga boshladi. Maryam buvoqni pabilab, barmog'ini buvoqqa tangladi. Buvoq uning barmog'ini mahkam tutib olib, putlarini ko'tarib tepchaklashga boshladi.
Maryam buvoq uyquga ketguncha o'rnidan midirlamay o'ldirdi. Sirtda turg'aylarning bas-basti sayrag'an ovozi anglanib turardi. Maryam beshini ko'tarib derazadan qorong'ulikqa tikildi. Qanot qaqib uchayotgan turg'aylarning qondidan chiqqan ko'k nur Maryamning ko'ziga chaliqatdi. Garchi uning geli ussizlikdan qurib, putlari uyushib, og'rib ketgan bo'lsa-mu, o'zining barmoqini mahkam tutib, xotirjam pushildab uxlayotgan buvoqqa uzoq qarab o'ltirdi. Hurmatli qarindoshlar, kanalimizga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklifotgan kitobxonasi.